karantin tugadi-yu, bir yigitni nasroniy bolani o'rtoqlari olib kelishdi. Musulmon bo'laman deyapti domla. Ha, yaxshi. Musulmon emasmi desam, yo'q, nasroniy. Musulmonga o'xshab ketdi desam, o'rtoqlarim musulmonda dedi. Bitta dvorda yashaymiz. Bog'chaga billa borganmiz, maktabga billa borganmiz dedi. Billa o'ynaymiz dedi. O'limlariga qatnashaman, marosimlarga qatnashaman dedi, to'ylariga qatnashaman, faqat masjidga bormayman xolos dedi. Musulmon bo'lmaganligim uchun. Endi musulmon bo'laman deyapsizmi? Sen ham musulmon bo'laman deyapman. Xudo meni saqlagan dedi. Nimaga desam, bizda dedi nasroniylikda dedi cherkovga cho'qintirishga olib boriladi dedi. Cherkovdagi popni vaqtini bilib, bolani kiyintirib olib boriladi dedi. Asosan dabdaba mashinalarda dedi olib boriladi. Keyin u cho'qintirib beradi, qaytib kelinadi. Meni ham shu popni vaqtiga to'g'illashib kiyintirishgan paytda kasal bo'lib qolib, reanimasiyaga tushib qolgan ekanman. 10 kun yotib, kelganimdan keyin yana bir vaqtni belgilab, yana olib boramiz desa, yana kasal bo'lib qolgan ekan. Keyin onam aytgan ekan, bunga yoqmayapti, o'zi katta bo'lganda cho'qinib olaveradi deb olib borishmagan ekan. Ustoz dedi, "Ha" desam, bir marta ham cherkovga qadam bosmaganman. Nasroniy bo'lib turib. Domla dedi, "Ha" desam, "Aroq ichmaganman" dedi. Nasroniya nimaga ichmagansiz desam, bir masalangizni eshitgan edim yoshligimda.